بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. أرأيت الذي يكذب بالدين Dinni inkar qilgan odamni ko'rdingmi? فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين O yetimni do'shkallaydigan, miskinga tomoq berishni targ'ib qilmaydigan odamdir. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Shundoq namoz o'quvchilarga voyki, ular namozni g'aflat bilan o'qiydi. الذين هم يراءون Namozni riyo bilan o'qiydi. ويمنعون الماعون Ular qo'lqi bermaydi.